Portfolio yo'qmi? Unda 7 kun ichida uni qanday tez tayyorlashni ko'rsataman. Ko'pchilik shunday deydi. Avval mijoz topaman, keyin portfolio qilaman. Yoki mijozlar ko'p, endi portfolio tayyorlash uchun vaqt yo'q. Lekin ish beruvchi yoki mijoz sizning va'dalaringizni emas, sizning qilgan ishlaringizni ko'rishni xohlaydi. Bugun men sizga 7 kun ichida birinchi professional portfolio yig'ish tizimini ko'rsataman. Bu usulni yangi boshlayotganlar, tajribasi bor mutaxassislar ham qo'llashi mumkin. Birinchi qadam: qaysi sohada ishlashingizni tanlang. Eng katta xato hamma sohani egallashga harakat qilish. Portfolio hamma uchun emas, bitta yo'nalishni tanlang. Masalan, klinikalar, qurilish kompaniyalari, go'zallik saloni hamda restoranlar. Agar siz bir yo'nalishni tanlasangiz, ish beruvchi sizni haqiqiy mutaxassis sifatida qabul qiladi. Ikkinchi qadam: mahalliy biznes toping. Hech kim sizga yangi mijoz toping demayapti. Google yoki Instagramni oching. O'zingiz yashaydigan shahardan 5 yoki 10 ta biznesni tanlang. Masalan, bitta klinika, bitta do'kon yoki bitta restoran. Eng muhimi, ularning sahifasi mukammal bo'lmasin. Shunda siz yaxshilash imkoniyatini ko'rasiz. Uchinchi qadam: audit qiling. Portfolio rasmi yaxshi tanlanganmi? Bio tushunarlimi? Vizual uslub bormi? Kontent muntazam chiqadimi? Storieslar ishlatiladimi? CTI bormi? Reklama uchun postlarchi? Hammasini yozib boring. Bu sizning birinchi professional tahlilingiz bo'ladi. To'rtinchi qadam: o'zingizning kontentingizni yarating. Tasavvur qiling, bu biznes sizning mijozingiz. Ular uchun 5 ta post, 10 ta reels, 2 ta reklama banner, 2 ta reels g'oya va 1 haftalik reja. Eng muhimi sifat. Bu ishlar keyinchalik portfoliyongizning asosi bo'lishi mumkin. 5-qadam: natija taqdim eting. Har bir loyiha uchun quyidagilarni yozing. Muammo, taklif, nima uchun aynan shunday yechim tanlandi? Qanday natija kutilyapti? Portfolio shunchaki rasm emas. Portfolio bu fikrlash jarayoningiz. 6-qadam: portfolioni chiroyli yig'ing. Portfolio quyidagi formatlarda bo'lishi mumkin: PDF, PowerPoint yoki Word. Muhimi tartibli va tushunarli bo'lishi. 7-qadam: ana endi ish qidiring. Rezyumengizda restoran sohasi bo'yicha SMM mutaxassisi deng va albatta portfolio a'lo darajada deb yozing. Ish beruvchi uchun aynan shu muhim. Esingizda tuting, ideal portfolio bir kunda tayyor bo'lmaydi. Lekin birinchi portfolio atigi 7 kun ichida tayyor bo'lishi mumkin. Bugunoq bitta biznes tanlang va boshlang. Agar shu kabi video qo'llanmalar sizga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling.